Qizlar, men bugun homiladorlik vaqtida bo'ladigan oqmalar va zeleniyalar haqida gapirmoqchiman. Juda ko'p ayollar homiladorlik vaqtida menga murojaat qilishadi, menda juda ko'p vazelin kelyapti, shu meni ko'p bezovta qilyapti deb murojaat qilishadi. Tushuninglar, homiladorlik vaqtida agar sizlardan kelayotgan oqmalar rangi bo'lmasa, hidi bo'lmasa, qichinish va qanaqadir bezovtagarchilik bo'lmasa, bu norma hisoblanadi. Nima uchun? Homiladorlik vaqtida ayollarda qin devorlaridagi mushaklar kattalashib gipertrofiyalanadi. Ya'ni ular kattalashishining sababi tug'ruq jarayonida bolani boshi, homilani boshi chiqish jarayonida qulaylik bo'lishi uchun, yumshoqqina chiqishi uchun qin devorlaridagi mushaklar kattalashadi. Va shu sababli u yerda qon aylanish, limfa drenajniy sistema aktivlashadi va albatta homiladorlik vaqtida oqmalar kelib turadi. Bu oqmalar norma hisoblanadi. Unga xavotir bo'lmanglar. Qo'llanib qolyapti, ko'p kelyapti deb shikoyat qilishadi. Bu sizlar uchun norma ekanligini ataylab video qilib tushuntirdim.